Adi muskusi. Safar. 19-qism. Tbilisidan keyingi manzil Batumi. Tbilisi shahrini 5 kun davomida tomosha qilib bo'lgach, yo'ldoshim Jalol To'pchi bilan birgalikda 6 soatga cho'zilgan zavqli safar ortidan Batumi shahriga yetib keldik. Batumi o'zining yam-yashil tabiati bilan Qora dengiz shaharlarini esga solsa-da, lekin ulardan o'zgacha jihatga ham egadir. Qora dengiz shaharlari tog' va tepaliklardan iborat bo'lsa, Batumiga tekisliklar xos. Gruziyaga bog'liq bo'lgan Adjara avtonom respublikasining poytaxti Batumi va Sarf chegarasining oralig'idagi masofa taxminan 20 kilometrlar atrofida. Turkiya chegarasiga yaqinligi, hattoki pasportga ham ehtiyoj yo'qligi, vizasiz qabul qilinuvchi davlatlar qatorida bo'lishi sababidan ko'pincha Qora dengizdan Batumi shahriga turistlar qatnovi to'xtamaydi. Istanbuldan kunlik samolyot qatnovi bor. Trabzonda esa avtobuslar yo'lga qo'yilgan. Batumi faqat Turkiya turistlarinigina emas, balki ruslar, ozariylar, armanlar va eronliklarning ham dam olishi uchun tanlov joylari hisoblanadi. 315 yil Usmoniylar hukmronligi ostida bo'lgan Batumida 100 yil avval ham milliy ahdlashuvga rioya qilingan. Turkiya va Batumi orasidagi tarixiy munosabatlar natijasida Batumining poytaxti vazifasini bajarib kelayotgan Adjara avtonom respublikasiga hozir ham Turkiya javobgardir. Shuning uchun mabodo Gruziya davlati Adjara avtonom respublikasi hududida yashovchi aholining diniga qanday yo'l bilan bo'lmasin aralashgudek bo'lsa, Turkiya bugungi kunda ham davlat sifatida mintaqaga kirib nizolarga aralashishga haqlidir. O'rta masjid va uning atrofidagi ko'chalar. Batumi aholisi asosan yoz kunlarida vaqtining ko'p qismini bulvar va uning atrofida o'tkazadi. Dengiz bo'ylab cho'zilgan shaharning mashhur bulvari 2 kilometr uzunlikda. Aholisining deyarli yarmi musulmonlardan iborat bo'lgan Batumining markazida bir paytlar 15 ta masjid bo'lgan. Kommunistik tuzum davrida vayron qilingan bu masjidlardan birgina o'rta masjid saqlanib qolgan. 1866-yilda Adjara mintaqasining hukmronlaridan bo'lgan Aslanbey tomonidan qurilgan o'rta masjid Batumidagi musulmonlarning odatda to'planadigan joyi bo'lib qolgan. O'rta masjid naqshlarining rangi va bezaklari bilan Qora dengizdagi qishloq masjidlarini esga soladi. Batumida eng ko'p turklar yashagan joy o'rta masjidning atroflaridir. Savdogarlarning deyarli barchasi turklardan iborat bo'lgan bu ko'chalarda o'zingizni Turkiyaning ko'chalarida yurgandek his qilasiz. Irfon va did tanqisligi. Qimorxonalar bilan to'lgan Batumi qorong'i, rangsiz bir shahar. Tan olishim kerakki, Batumi menda hech qanday hayajon uyg'otmaslik bilan birga ichimda g'ashlik paydo qildi. Men sevgan va ruhimni tinchlantiradigan yagona joy o'rta masjid va uning atrofi bo'ldi. O'z-o'zidan didsiz me'morlar tomonidan qurilgan mehmonxonalar, kazinolar yonidan o'tarkanman, mana shu osmono'par binolar yer yuzining haqiqiy go'zalligini va sehrini qanchalik buzayotganini yana bir bor his qildim. Kamdan-kam yo'limdan chiqqan va yog'ochdan yasalgan gruzin uylari va an'anaviy rus me'morchiligi ta'sirida qurilgan binolar Batumida hukm surgan didsizlikka qarshilik qila oladigan yagona binolardir. Mana shu me'moriy asarlar xoh rus, xoh gruzin madaniyatiga oid bo'lsin, u o'zining sokinligi va tinchligi bilan zamonaviy dunyoning zavqsiz me'morchiligiga qarshi turishda davom etmoqda. Keling, Gruziyaga yo'li tushadiganlar uchun Gruziya oshxonasi haqida biroz so'z yuritamiz. An'anaviy gruzin oshxonasining taomlari bizning turk oshxonasining taomiga juda yaqin. Shuning uchun turklar Gruziya ovqatlaridan qiynalmaydi. Qora dengiz pidesiga o'xshash tuxum va sirli hachapuri va mantining bir turi bo'lgan xinkali eng mashhur ikki gruzin taomlaridir. Gruziyada mamlakatning milliy ichimligiga aylangan nokli gazvadadan ham tatib ko'rsangiz bo'ladi. Gruzinlar. Inson ko'pincha olisdagilar bilan aloqador bo'lib, yaqindagilarni unutib qo'yadi.
Gruziyada o'tkazgan kunlarim mobaynida bu tuyg'uni tez-tez boshdan kechirdim. Biz islom olamining olisdagi mamlakatlari haqida qayg'urib, ularni kun tartibiga qo'yib, yonimizdagi Gruziya va Gruziya musulmonlariga e'tiborsiz bo'larkanmiz. Buning natijasida Gruziya shaharlari sohibsiz, musulmonlari esa yolg'iz qoldi. Kommunistik Sovet hukumati qulagandan so'ng Gruziya musulmonlari orasida o'zligiga qaytish jarayoni boshlandi. Biroq Turkiyadan, ayniqsa Qora dengiz mintaqasidan kelganlarning yomon namunalari Gruziya musulmonlarini islomdan yanada uzoqlashtirdi. Shuncha narsaga qaramay, islom Gruziya musulmonlarining shaxsiy va ijtimoiy hayotida ong ostida yashashda davom etmoqda. Darhaqiqat, bu ong ostida yashab kelgan izlarni iymon va amal nurlariga aylantirishga hali imkoniyat mavjud. Suv ustidagi shahar Amsterdam. Dunyoga kelishimiz bilanoq atrofimizga turli xurofot devorlari qurila boshlaydi. Bu devorlar ma'lum vaqtdan keyin shunchalik baland ko'tariladiki, ular haqiqatni to'suvchi eng katta to'siqlarga aylanadi. Garchi devor ichidagi hayot ba'zida bir jamiyat, bir ideologiya, bir guruh yoki partiyalar tomonidan yaratilgan bo'lsa-da, ko'pchilik bunday hayotni davom ettirishni o'zi tanlab oladi. Chunki aniqlashdan ko'ra ishonish inson uchun qulay tuyuladi. Haqiqat izlaganlar ko'pincha o'zlari uchun o'qish va sayohatni yo'ldosh qilib oladilar. Chunki mutaassiblik, xurofot va tor fikrning eng katta dushmani ilm o'rganish va sayohatdir. G'arb davlatlarining ko'pini ortda qoldirib, Niderlandiya tomon yo'l olganimda, yo'llar yana xayollarimni uzoqlarga yetaklash bilan mashg'ul edi. Haqiqat ortidan borish, yangi shaharlar va u yerdagi insonlarni kashf etish mening hayotimni sarguzasht olamiga aylantirdi. Men o'zimdagi barcha qo'rquvlardan va xurofotlardan xalos bo'lishni va haqiqatni qanday bo'lsa shunday ko'rishni xohlardim. Men qanday natija bo'lishidan qat'iy nazar oqibatiga chidashga tayyor edim, chunki boshqalar xohlagani uchungina haq deb bilgan hayotni yashash men uchun to'g'ri emas. Amsterdamga kirish. Niderlandiya poytaxti bilan birinchi tanishuvimiz Amsterdam markaziy vokzalida bo'ldi. Bu yer xuddi shaharning kirish darvozasiga o'xshar va dunyoning to'rt tomonidan mehmonlarni kutib olish bilan mashg'ul edi. Yomg'ir tomchilari bilan birgalikda kirib kelgan bu shaharni sayr qilar ekanmiz, o'zimni xuddi bo'yoqlar bilan bo'yalgan rasm tablosiga tushib qolgandek his qildim. Shaharni o'rab turgan rang-barang uylar, kanallar va nafis ko'priklar bilan Amsterdam uni uchratgan zahotiyoq meni maftun etdi. Men 11 kundan beri yo'ldaman va shu paytgacha ko'plab shaharlarni ko'rdim, ammo Amsterdam men ko'rgan eng go'zal g'arbiy shahar edi. Yomg'ir yog'ayotgan paytda quyosh vaqti bilan o'zini ko'rsatishga harakat qilardi. Bir zum oldin kulrang tusga kirgan osmon endi rang-barang tus oladi. Osmondagi bu manzarani va meni hayratga solgan ranglarni tomosha qilar ekanman, mashhur golland musavviri Van Goghning "Agar tabiatni sevsang, hamma joydan go'zallik topa olasan" degan so'zlari yodimga keldi. Baliqchilar shahri. Men Amsterdam markaziy vokzalidan boshlangan Damrik ko'chasi bo'ylab shaharning eng mashhur hududi bo'lgan Dam maydoni tomon ketayotgan edim. Garchi poytaxt bo'lsa-da, Amsterdam boshqa poytaxtlar kabi qorong'i va zerikarli shaharlardan emasligini darhol sezdim. Bu orada bir muddat to'xtagandek bo'lgan yomg'ir yana boshladi va quyosh yomg'irga dosh bera olmay ortga chekindi. Yilning har oyida yomg'ir to'xtamagan Amsterdamga yomg'ir juda mos keladi. Shahar yomg'ir tomchilari bilan yanada romantik tusga burkanadi.
13-asrda Amstel daryosi qirg'og'idagi yerlarda kichik baliqchilar qishlog'i qatorida tashkil etilgan Amsterdam shahri tobora rivojlanib o'sib bordi va 17-asrga kelib Afrikadan Osiyogacha butun dunyoda mustamlakalarga ega bo'lgan imperiyaning poytaxtiga aylandi. Shu bilan birga dunyoning eng muhim portlaridan biri joylashgan Amsterdamning kunimizgacha yetib kelgan tarixiy inshootlari 17-asrda qurilgan. 19-20 asrlarda shaharga yangi ko'chalar qo'shilib, Amsterdam asta-sekin hozirgi ko'rinishini oldi. Konstantin cherkovidan Fotih masjidiga atrofni aylanib sekin yurib taxminan 25 daqiqada Dam maydoniga yetib keldim. Qirollik saroyi, Niva Kerk cherkovi va Madam Tussauds muzeyi kabi mashhur inshootlar joylashgan ushbu maydon Amsterdam qalbiga o'xshaydi. 1808-yilda Napoleon va uning qo'shini Amsterdamni bosib olganida mana shu maydonda shaharning hukumatini o'z qo'liga olgan. Doimiy shovqin va jonli maydonda bir muddat bo'lgach, Dam maydonining orqa tomonidagi ko'chalarga kirdim. Turk restoranlari va oshxonalariga duch kelar ekanman, har biriga bir kirib turk taomlaridan tanovul qildim. Tushga yaqin juma namozini o'qish uchun restoran sohibidan Fotih masjidini so'raganimda manzilni tushuntirib berdi. Dam maydonining orqasidan Rozengracht ko'chasida 15 daqiqa yurganimdan so'ng Fotih masjidining belgisini ko'rdim. Bir vaqtlar katoliklarga oid bo'lgan Konstantin nomli cherkov vaqt o'tishi bilan jamoati yo'q bo'lganligi sababli sotuvga qo'yilgan va musulmonlar tomonidan sotib olingach, Fotih masjidiga aylantirilgan va hozirgi kunda Turkiya Diyonat fondi qaramog'iga o'tgan. Juma namoziga hali 45 daqiqa bor edi. Avval masjidning kirishida uchrashgan Chorumlu, Samsun va Tokatlik 3 amaki bilan namoz vaqtigacha suhbatlashdim. Ular Gollandiyadagi imkoniyatlardan qoniqishsalar ham o'z yurtiga intilar va imkon bo'lib qolsa Turkiyaga qaytishni va hayotining so'nggi yillarini o'z yurtlarida o'tkazishni orzu qilishar ekan. Namoz vaqti bo'lgach, barchamiz ichkariga kirdik. Cherkovning masjid qilinganligi har jihatdan ko'rinib turgan ushbu maskanda turli millat va elatlardan jamlangan musulmonlar bilan bir safda turdik. Amsterdamning velosipedlari va gul bozori. Masjiddan chiqqandan so'ng gul bozorini izlab shu yo'ldan davom etdim. Yo'llar velosipedchilarga to'la edi va men sayohat qilgan shaharlarning birontasida bunchalik ko'p velosipedni ko'rmagan edim. Men piyoda yurishni yaxshi ko'rganim uchun ijaraga velosiped olmadim. Lekin Amsterdamga kelib shaharni velosipedda aylanmoqchi bo'lganlarga bir qancha ma'lumot berib o'tsak. Shaharda velosiped ijarasi uchun ko'plab joylar mavjud. Shuningdek, mehmonxona yoki yotoqxonalardan ham velosiped ijaraga olish mumkin. Velosipedning sifatiga qarab kunlik ijara narxi 10 dan 15 yevrogacha bo'ladi. Faqat avval depozit to'lashingiz kerak bo'ladi. Narxi esa 25 yevrodan 50 yevrogacha chiqadi. Agar siz velosiped haydashdan charchagan bo'lsangiz yoki piyoda sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, velosipedingizni Amsterdamning har tarafida mavjud bo'lgan velosiped bekatlarida qoldirishingiz mumkin. Shahar markazi kichik bo'lgani uchun Amsterdamning istalgan joyiga qisqa vaqt ichida yetib olishingiz mumkin. Fotih masjididan boshlab 25 daqiqa yurganimdan so'ng Signal kanalidagi gul bozoriga, Blaymen marketga yetib keldim. Gollandiyaning gul bozorini ko'rmoqchi edim. 1862-yildan buyon o'z mijozlariga xizmat ko'rsatib kelayotgan ushbu gul bozori o'tmishda o'zlari gul o'stirib, Amstel daryosi orqali bu yerga kelib sotgan dehqonlarning qayiqlaridan iborat bo'lar ekan. Keyinchalik kanal bo'yida ketma-ket gul do'konlari ochilgan va bugungi kunda bu do'konlar rang-barang gullar bilan birga gul urug'lar ham sotiladi. Gul bozorida suvenirlar va esdalik uchun magnitlar ham sotiladi. Shaharga ko'rk bergan uylar va kanallar. Gul bozoridan chiqib, yana shaharning markazi Dam maydoni tomon yurdim. Amsterdamda Osiyodan yaqin sharqqa, Afrikadan Bolqongacha dunyoning ko'plagan burchaklaridan insonlarni uchratasiz.
Ko'chada kippa kiygan yahudiyni uchratishingiz oddiy holat bo'lgani kabi, salla kiygan musulmonni yoki qora kiyingan ruhoniyni uchratishingiz oddiy holat. Shahar bo'ylab sayr qilar ekanman, diqqatimni tarixiy uylar va chiroyli narxlar jalb qildi. Har safar uzoq vaqt bulardan ko'zimni uzolmasdim. Amsterdam uylarining eng ko'zga tashlangan xususiyatlaridan biri katta derazalari bo'lishi mumkin. Uylar insho qilingan yerning osti suv bo'lganligi uchun og'irlikni ozaytirish maqsadida katta qilib loyihalashtirilgan. Rang-barang bo'lgan bu uylarning tomlariga o'ziga xos moslama o'rnatilgan va uyga olib kirilgan og'ir narsalar shu kansa tizimi bilan tortilgan. Kanal bo'yidagi ba'zi uylar qiyshaygan bo'lib, bular raqsga tushgan uylar deb atalar ekan. Kanallarning chetlaridagi uylar kabi suvning ustida suzib yurgan uylar ham mavjud. Qayiq uylar deb atalgan bu uylar dastlab shaharda uy-joy tanqisligi natijasida paydo bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik hayot tarziga aylandi. Darhaqiqat, bu suzuvchi uylardan mehmonxona sifatida ham foydalaniladi va shaharga kelganlar mehmonlar xohlasa, ijara haqqini to'lab qayiq uylarda dam olishlari mumkin. Tarixiy uylar kabi Amsterdam ko'rkiga ko'rk qo'shayotgan kanallar ham shaharning 25% maydonini egallaydi. Vena kanallar shahri qatori mashhur bo'lsa ham, Amsterdamda kanallar ko'proq. Faqat bu ikki shaharning kanallari o'rtasida shunday farq bor. Vena kanallari tor va sirli. Amsterdam kanallari keng va yoyiq. Menga ko'ra shaharning eng chiroyli kanallari D9 Straatschys ko'chasidagi kanallardir. Agar bir kun Amsterdamga yo'lingiz tushsa, Haren, Kaisers, Prinsena va Singel kanallarini ham ko'rishingizni maslahat beraman.